İlk sevgim. Birinchi qism. Kuz sariq barglarini ayamay to'kmoqda. Mayin shamol derazadan kirib odamni qitiqlaydi. Shu topda qorang uchsin budillik janini va asabiylikni buzadi. Yo Xudoyim, men necha marta aytganman, mana bu ulgurni xonamdan yo'qotinglar deb. Darsga borishing kerak, qizim. Tura qol. Oyi, bugun yakshanba-ku. Kechirib qo'yasiz, bugun dushanba. Soat 7:23. Nima? Nega turg'izmaysiz? Yo Xudoyim, ey Xudo, meni o'ldirishadi. Shoshilib kiyingancha choy ham ichmay ketishga tushdi. Choy ichib ol, keyin borasan. Yo'q oyi, buguncha xavfli, dedi etiklarini bog'ichini o'tkazayotganda. Qiz tushmagur, har dushanba shu ahvol, har dushanba. Men ham sizni yaxshi ko'raman oyijon. Xayr. Yaxshi ko'rmay o'l. U kim deysizmi? Uning ismi Zarina. Endigina 17 yoshda, kollejda o'qiydi. Unchalik zo'r o'qiydi deya olmayman. Lekin yomon emas. U kollejga o'sha qattiqqo'l ustozning darsiga kech qolmasligi kerak. Bo'lmasa, yana endi bu yog'ini o'zingiz bilib olasiz. Mana shu avtobus ham kela qolmadi. Doim shunaqa. Doim kech qolayotganingda kelishmaydi. Xudoga shukr. Xudoyimga shukr. Tezroq haydang, xo'pmi? Iltimos, shoshilyapman. Xo'p, qizim, o'tirib oling. Qayerga tushishingizni bilaman-ku. Voy, tizrangizga o'tirayman, amaki. Qayerda joy ko'ryapsiz? Tavba qildim. Hozirgi yoshlarga ham hech nima deb bo'lmay qopti. Ko'rmabman-da, qizim. Xo'p, hayda qoling, iltimos. Kollej. Xo'p, o'quvchilar, Kedir haqida ma'lumot oldingiz. Endi kirsam bo'ladimi? Iltimos. Kirib bo'ldingiz. Kirsam bo'ladimi deysizmi? Hozirroq stol ko'taring. Faqat bu emas, ustoz. Meni gapimni yana qayta eshitmoqchisiz shekilli. Xo'p. Dars tugagach. Menga qara, mazza qilib stol ko'targandir seni. Yo'qolgin, o'zi seni umuman bori. Ikki dugona bir-birini ustidan kulib uyga qaytishyapti. Ha, bildingiz, uning eng yaqin dugonasi. 7 yildan beri do'st. Uning ismi Malika. U 18 yosh, Zarinadan katta, lekin ular bir-biri bilan sen deb muomala qiladi. Chunki o'zi yaqin do'stlarda sen deb aytiladi-ku. Sizlagan do'stlarni ko'rmaganman hech. Sizladimi? Demak, ular yaqin do'st emas. Yana negativlar bo'lmasin. Men hozir hojatxonaga bormasam-chi, chidolmayman, kutib tur, xo'pmi Malika? Xo'p, bo'la qolgin. Oyim xavotir oldi bo'lmasam. Xo'p. Hojatxonadan chiqib qo'lini yuvayotgan Zarina shu chog'da orqa tomondan qiz bolani ovozi eshitilgandek bo'ldi. Bir yigitning ham ovozi unga juda tanish edi. Avvaliga e'tibor bermadi. Keyin qiziqdi shekilli, devordan shunchaki yuzini shunday qaragan ediki, hayron qolib qotib qoldi. U yerda Sardor bilan Jasmina birga turishardi. Albatta bir-biri bilan uyat. Sardor payqab qaraganida boshidan ter oqa boshladi. Isqardi. Hali shunaqaman degin? Zarina, sen noto'g'ri tushunding. Bu yoqqa kel, iltimos. Unga yaqin kelib, o'zini oqlashga urinardi. Sardor va Zarina bir-birini sevishar edi. Juda qattiq deyolmayman kuya, lekin nima bo'lsa ham
sevishgan deydi-ku, o'shanday edi-da. Zarinani ortidan o'zi bir oy yurgan bu ahmoq tekisiltang. Keyin Zarina ham ahmoqqa o'xshab uni rad qilmagan. Sardor 18 yosh. Chiroyli, hamma orzu qiladigan. Gapni ko'paytirmay, davomini eshiting. Yaqinlashma, iflos, itvachchalar. Mana endi seni itligingni, seni esa deb Jasminaga yonib turgan ko'zi bilan qarab turardi. Jasmina esa titragancha hech nima demasdan turardi, chunki Zarina unga ko'p yaxshiliklar qilgan edi. Orqamdan kelsang, boshingni uzaman, deb Sardorga tarsaga tushirdi-yu, yig'lamsirab ketdi. Zarina to'xta, meni eshit. Yo'qol. Birinchi qism tugadi.